Bugun men siz bilan avgust oyining eng muhim pensiya masalasi haqida gaplashaman. Bu mavzu faqat hozir pensiya olayotganlarga emas, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqmoqchi bo'lganlarga. Onasi yoki bobosi buvilarining pensiya hujjatlari bilan shug'ullanayotganlarga ham bevosita tegishli. Chunki avgust oyida pensiya miqdori, qayta hisoblash, ish staji, qo'shimcha hujjatlar, bank kartaga tushumlar va ayrim toifalar uchun ustamalar bo'yicha savollar keskin ko'payadi. Eng katta intriga shundaki, kimning pensiyasi oshadi, kimniki o'zgarmaydi. Kim esa hujjat topshirmagani uchun o'ziga tegishli pulni vaqtida ololmay qolishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida juda aniq tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik jihatlar bor. Odamlar ko'pincha aynan shularni bilmagani uchun oylar davomida ortiqcha yuguradi yoki pulini kam oladi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot oilangizdagi kamida bitta odamga albatta kerak bo'ladi. Avvalo, masalaning ildizini tushunib olaylik. Ilgari pensiya bo'yicha ko'p jarayonlar odamning o'zi qog'oz ko'tarib yurishiga bog'liq edi. Mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma, arxivdan tasdiq, ish haqi bo'yicha hujjatlar, bolalarni parvarish qilgan davrlar, harbiy xizmat, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq ma'lumotlar alohida yig'ilardi. Biror joyda xatolik bo'lsa, odam o'zi borib tuzatardi. Bir idora boshqa idoradagi ma'lumotni darhol ko'ra olmas edi. Hozir esa pensiya tizimida raqamlashtirish kuchaydi. Ya'ni ko'plab ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni. Odam ortiqcha qog'oz yig'masligi, ayrim ma'lumotlar avtomatik ko'rinishi mumkin. Lekin shu bilan birga yangi muammo ham paydo bo'ldi. Elektron bazada ma'lumotingiz to'liq bo'lmasa, eski ish staji kiritilmagan bo'lsa, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz almashgan bo'lsa, tizim sizga tegishli yillarni hisobga olmasligi mumkin. Odam esa men 35 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Tizimda esa 27 yil ko'rinadi. Avgust oyidagi asosiy pensiya intrigasi ham shunda. Kimda hujjatlar to'g'ri, staj to'liq va asoslar yetarli bo'lsa, u qayta hisoblash yoki qo'shimcha to'lovdan foyda ko'rishi mumkin. Kimda ma'lumotlar chalkash bo'lsa, u pensiyasining o'zgarishini kutadi. Lekin amalda hech narsa bo'lmasligi mumkin. Eng yomoni, ba'zi odamlar davlat o'zi biladi, o'zi qo'shib beradi deb o'tiradi. Men esa ochiq aytaman. Hamma narsa avtomatik bo'ladi deb ishonib qolish xavfli. Ayniqsa eski ish staji, arxiv hujjatlari, norasmiy ishlagan davrlar, kolxoz, sovxoz, xususiy korxonalarning tugatilgan davrlari bo'yicha albatta tekshirish kerak. Yana bir muhim o'zgarish, pensiya faqat yoshga qarab belgilanadigan oddiy summa emas. Uning ichida bir nechta omil bor. Ish staji, o'rtacha ish haqi, badallar, imtiyozli davrlar, nogironlik guruhi qaramog'idagi shaxslar, davlat mukofotlari, ayrim kasblar bo'yicha huquqlar, minimal pensiya chegaralari va indeksatsiya. Shuning uchun ikki qo'shni bir xil yoshda pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, biri boshqasidan ancha ko'p olishi mumkin. Odamlar esa ko'pincha nega u ko'p oladi, men kam olaman deb adashadi. Javob odatda hujjatlar va hisob-kitob ichida bo'ladi. Asosiy qism bin, nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim tinch bo'lishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar avgust oyida o'z pensiyasini tekshirtirishi kerakligini aytaman. Birinchi guruh, yaqin 6 oy yoki 1 yil ichida pensiyaga chiqadiganlar. Agar siz erkak bo'lsangiz va pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki ayol bo'lsangiz va zarur yoshga yetib kelayotgan bo'lsangiz, hozirdan tayyorgarlik ko'rishingiz kerak. Pensiya hujjatlarini oxirgi oyda yig'aman degan odam ko'pincha shoshilib qoladi. Masalan, 1998 yildan 1995 yilgacha ishlagan korxonangiz yopilgan bo'lsa, uning arxivi qayerda ekanini topish bir kunlik ish emas. Ba'zan tuman arxiviga, ba'zan viloyat arxiviga, ba'zan korxonaning boris tashkilotiga murojaat qilishga to'g'ri keladi. Ikkinchi guruh pensiya olayotgan, lekin ish staji to'liq hisobga olinmaganiga shubha qilayotganlar. Masalan, opa 62 yoshda hozir pensiya oladi. U 20 yil maktabda, 8 yil bog'chada, 5 yil boshqa tashkilotda ishlagan, jami 33 yil deb biladi. Lekin pensiya tayinlanganda faqat 28 yil kiritilgan bo'lishi mumkin. Nima uchun? Chunki bog'chadagi eski yillar bo'yicha buyruq yoki ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan yoki mehnat daftarchasida muhr aniq bosilmagan. Agar opa shu hujjatni hozir topsa va taqdim qilsa, pensiya qayta hisoblanishi ehtimoli bor. Har doim ham katta farq chiqmaydi, lekin ba'zan oyiga 100 ming, 200 ming, hatto undan ko'proq farq bo'lishi mumkin. Bir yilga hisoblasak bu anchagina pul. Uchinchi guruh, ishlayotgan pensionerlar.
ko'pchilik pensiyaga chiqqach ham ishlashda davom etadi. Ular ko'pincha men ishlayapman, demak pensiyam har oy oshib boradi deb o'ylaydi. Aslida bunday emas. Ishlayotgan pensionerning to'lovlari, badallari, ish haqi va qayta hisoblash tartibi alohida ko'rib chiqiladi. Har bir o'zgarish darhol pensiyaga qo'shilmaydi. Shuning uchun agar siz pensiya olasiz va rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ish beruvchingiz siz uchun to'g'ri hisobot topshirayotganini tekshirtiring. Ish haqi rasmiy ko'rsatilmasa, keyin pensiya hisobida ham muammo chiqadi. 4-guruh. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham avgust oyida savollar ko'payadi. Nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi yangilangan bo'lsa, qaramog'idagi farzandning yoshi, o'qishi, hujjatlari o'zgargan bo'lsa, pensiya miqdori qayta ko'rilishi mumkin. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan 15 yoshdan oshgan farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani vaqtida topshirmasa, to'lov to'xtashi yoki kamayishi mumkin. Keyin hujjat topshirgach tiklanadi. Lekin odam vaqt, asab va pul yo'qotadi. Endi kimlar nisbatan tinch bo'lishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz yaqinda tayinlangan bo'lsa, barcha hujjatlar elektron bazada to'liq ko'rinayotgan bo'lsa, ish staji bo'yicha e'tiroz bo'lmasa, to'lovlar muntazam tushayotgan bo'lsa, sizda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir men yiliga kamida bir marta pensiya ishingizni tekshirtirishni maslahat beraman. Chunki xatolik har doim ham odamga darhol ko'rinmaydi. Bank kartaga pul tushadi. Odam hammasi joyida deb yuradi. Ammo aslida u olishi mumkin bo'lgan summadan kam olayotgan bo'lishi mumkin. Keling, aniq misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol, Mahmud aka 6000 yoshga yaqinlashdi. U 1910 yildan 2002 yilgacha zavodda ishlagan, keyin xususiy firmaga o'tgan. Zavod keyinchalik yopilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhning bir qismi o'chgan. Agar Mahmud aka pensiya yoshiga yetganda shu holatda hujjat topshirsa, 12 yillik staj bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Agar u hozirdan arxivga murojaat qilib, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan buyruqlar nusxasini olsa, muammo ancha kamayadi. Farq nimada? Agar 10 yil staj hisobga kirmasa, pensiya miqdori sezilarli kamayadi. Keyin uni tiklash uchun yana ariza, yana arxiv, yana kutish kerak bo'ladi. Ikkinchi misol, Dilbar opa 30 yil hamshira bo'lib ishlagan. U tungi smenalar, qo'shimcha yuklama, ayrim imtiyozli davrlar bo'yicha pensiya hisobida alohida e'tibor bo'lishi kerak deb o'ylaydi. Lekin hamma tibbiyot xodimiga avtomatik imtiyoz berilmaydi. Ish joyi, lavozim, mehnat sharoiti, tasdiqlovchi hujjatlar muhim. Agar hujjatda lavozim nomi noto'g'ri yozilgan bo'lsa, masalan, hamshira o'rniga umumiy xodim deb yozilgan bo'lsa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun lavozim nomlari, buyruqlar ish joyining ro'yxatlariga mosligi juda muhim. 3-misol, Rustam aka pensiya oladi, lekin yana qorovul bo'lib rasmiy ishlaydi. U har oy ish haqi oladi. Lekin ish beruvchi hisobotlarni kech topshiradi. Rustam aka, mening pensiyam nega qayta hisoblanmayapti deb hayron. Sabab ish beruvchining ma'lumotlari tizimda to'liq ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda faqat pensiya jamg'armasiga borish yetmaydi. Ish beruvchidan rasmiy ma'lumotlarni ham so'rash kerak. Chunki pensiya hisob-kitobi havodan olinmaydi, rasmiy ma'lumotga tayanadi. 4-misol. Zaynab opa 3 farzandni tarbiyalagan, bir necha yil uyda bola parvarishida bo'lgan. U bu yillar pensiyaga ta'sir qiladimi deb so'raydi. Ba'zi davrlar qonunchilikda belgilangan tartibda stajga kiritilishi mumkin. Lekin buning uchun tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, tegishli davrlar, boshqa ish faoliyati bilan kesishmaydigan holatlar tekshiriladi. Odamlar ko'pincha farzandim bor, demak hammasi qo'shiladi deb o'ylaydi. Aslida har bir holat hujjat bilan tasdiqlanadi. Endi eng muhim joyga keldik. Pensiya masalasida asosiy tuzoq shuki, odam faqat bitta raqamga qaraydi, kartaga qancha pul tushdi. Lekin bu raqamning ortida qanday hisob borligini bilmaydi. Men har doim shuni aytaman. Pensiya summasiga e'tirozingiz bo'lsa, kam tushdi deb umumiy gapirmang. Siz hisob-kitob varag'ini, staj qanday olinganini, qaysi yillar ish haqi sifatida hisoblanganini, qaysi davrlar kiritilmaganini bilishingiz kerak. Birinchi nozik jihat, mehnat daftarchasi borligi har doim ham yetarli emas. Agar yozuvda sana noaniq bo'lsa, buyruq raqami yo'q bo'lsa, muhr o'qilmasa, tashkilot nomi keyinchalik o'zgargan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Ayniqsa 1990-yillar va 2000-yillarning boshidagi xususiy korxonalarda bu muammo ko'p uchraydi. Korxona ochilgan, yopilgan, nomi o'zgargan. Hujjatlari topshirilmagan.
Odam ishlagan, lekin orqada iz yo'q. Bunday holatda guvohlar ko'rsatmasi, sud tartibi yoki boshqa tasdiqlovchi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. Bu murakkab, shuning uchun oldindan harakat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat familiya, ism yoki otasining ismidagi farqlar. Masalan, pasportda Gulnora yozilgan, eski hujjatda Gulnora bo'lishi mumkin. Yoki turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan, lekin mehnat daftarchasida eski familiya qolgan. Tizim buni boshqa odam deb qabul qilishi yoki qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bunday vaziyatda nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'ladi. Juda oddiy tuyuladi. Lekin amalda ko'p pensiya ishlari aynan shu mayda farqlar sabab cho'ziladi. Uchinchi nozik jihat. Ish haqi yuqori bo'lgan yillarni tanlash masalasi. Pensiya hisobida faqat necha yil ishlaganingiz emas, qaysi davrdagi ish haqi hisobga olingani ham muhim. Ba'zan odamning eng yuqori daromadli yillari tizimda to'liq ko'rinmaydi. Masalan, odam 2005-2010 yillarida yaxshi maosh olgan, lekin ish beruvchi barcha to'lovlarni rasmiy ko'rsatmagan. Natijada pensiya hisobida kamroq summa chiqadi. Bu yerda achchiq haqiqat bor. Konvertda olingan maosh keyinchalik pensiya hisobida sizga yordam bermaydi. Faqat rasmiy ko'rsatilgan daromad ahamiyatli bo'ladi. 4-nozik jihat. Pensiya oshishi haqida eshitilgan xabarlar hamma uchun bir xil emas. Odamlar televizor yoki internetda pensiyalar oshadi degan gapni eshitadi va o'z kartasida katta farq kutadi. Lekin oshirish turlicha bo'lishi mumkin. Umumiy indeksatsiya, minimal miqdorlarni o'zgartirish, ayrim toifalarga ustama qayta hisoblash, kompensatsiya yoki alohida ijtimoiy to'lov. Bular bir-biridan farq qiladi. Masalan, minimal pensiya chegarasi oshsa, faqat o'sha chegaraga yaqin yoki undan past oluvchilarga sezilarli ta'sir qiladi. Yuqoriroq pensiya oladigan odamda esa farq boshqacha bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat ortiqcha to'lov ham xavf. Ko'pchilik faqat kam to'lovdan qo'rqadi. Lekin ortiqcha to'lov ham keyin muammo bo'ladi. Masalan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan farzand o'qishni to'xtatdi. Lekin bu haqda vaqtida xabar berilmadi. Tizim bir muddat to'lovni davom ettirdi. Keyin aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Shuning uchun huquqingiz o'zgargan har bir holatda pensiya jamg'armasiga xabar berish kerak. Ishga kirish, o'qishni tugatish, nogironlik guruhi o'zgarishi, yashash joyi o'zgarishi, qaramog'idagi shaxslar holati o'zgarishi. 6-nozik jihat bank kartaga pul kechishsa, bu har doim pensiya noto'g'ri hisoblangan degani emas. Ba'zan bank texnik jarayoni bayram kunlari, dam olish kunlari, hisob-kitoblar grafiki sabab to'lov kechikishi mumkin. Lekin agar kechikish muntazam bo'lsa yoki summa avvalgidan kam tushsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Bankdan tushum haqida ma'lumot oling, keyin pensiya jamg'armasidan hisob-kitobni so'rang. Qo'shnimga tushdi, menga tushmadi degan taqqoslash yetarli dalil emas. Har bir odamning pensiya ishi alohida. 7-nozik jihat. Boshqa davlatda ishlagan davrlar. Ko'p yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston yoki boshqa mamlakatlarda ishlagan. Bu davrlar pensiya hisobiga qanday ta'sir qilishi alohida tartibga bog'liq. Hammasi avtomatik qo'shiladi deb o'ylamang. Rasmiy ish, to'langan badallar, xalqaro kelishuvlar, tasdiqlovchi hujjatlar muhim. Agar chet elda ishlagan bo'lsangiz, o'sha davr bo'yicha mehnat shartnomalari, ma'lumotnomalar, sug'urta to'lovlari haqidagi hujjatlarni saqlang. Keyin men falon joyda 5 yil ishlaganman degan og'zaki gap yetarli bo'lmaydi. Endi eng kerakli qism, siz hozir aynan bugun nima qila olasiz? Men buni bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, o'z pensiya holatingizni tekshiring. Agar siz pensiya oluvchi bo'lsangiz, yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensiya hisob-kitobingiz bo'yicha tushuntirish so'rang. Siz umumiy gap emas, aniq ma'lumot so'rashingiz kerak. Mening umumiy ish stajim necha yil deb olingan? Qaysi davrlar kiritilgan? Qaysi davrlar kiritilmagan? Pensiya miqdori qanday asosda hisoblangan? Agar elektron xizmatlar orqali ko'rish imkoniyati bo'lsa, undan ham foydalaning. Lekin tushunmagan joyingiz bo'lsa, albatta mutaxassisdan izoh so'rang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni bir joyga jamlang. Eng asosiy hujjatlar pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet bo'lsa, harbiy xizmat hujjati. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, ish joylarida ma'lumotnomalar, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha xulosa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar, bank rekvizitlari. Agar siz pensiyaga chiqishga tayyorlanayotgan bo'lsangiz, bu papkani kamida 6 oy oldin tayyorlang.
Hujjatlar orasida nomuvofiqlik bor yo'qligini tekshiring. 3-qadam. Mehnat daftarchasini alohida ko'zdan kechiring. Har bir ishga kirish va ishdan bo'shash sanasi bormi? Buyruq raqami yozilganmi? Tashkilot muhri o'qiladimi? Lavozim nomi aniqmi? Agar biror joyda xatolik bo'lsa, uni pensiya kuni kelganda emas, hozir aniqlang. Tashkilot hali ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov yuboring. So'rovda shunday yozish mumkin: menga falon yildan falon yilgacha falon tashkilotda ishlaganimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma berishingizni so'rayman. Ism, familiya, tug'ilgan sana, ishlagan lavozim, taxminiy yillarni aniq ko'rsating. 4-qadam. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni tekshiring. Ayniqsa yuqori maosh olgan davrlaringiz muhim. Agar eski ish joyingizda yaxshi maosh bo'lgan bo'lsa, lekin tizimda ko'rinmasligi mumkin deb o'ylasangiz, rasmiy ma'lumotnoma oling. Bu kelajakdagi pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Ish haqi ma'lumotnomasi rasmiy blankada imzo va muhr bilan davrlar bo'yicha aniq bo'lishi kerak. Noaniq qo'lda yozilgan tasdiqsiz qog'oz keyinchalik qabul qilinmasligi mumkin. 5-qadam. Agar e'tirozingiz bo'lsa, og'zaki janjal qilmang, yozma ariza bering. Bu juda muhim. Idoraga borib noto'g'ri hisoblagansizlar deb gapirish natija bermasligi mumkin. Yozma arizada aniq yozing. Pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman. Chunki falon davrdagi ish stajim hisobga olinmagan deb hisoblayman. Arizaga hujjat nusxalarini ilova qiling. Arizangiz ro'yxatdan o'tkazilganiga ishonch hosil qiling. Rag'am va sana oling. Shunda javob ham rasmiy bo'ladi. 6-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. Lekin shikoyat ham dalil bilan bo'lishi kerak. Men rozi emasman degan gapning o'zi yetmaydi. Qaysi davr noto'g'ri olingan, qaysi hujjat inobatga olinmagan, qaysi qonuniy asosga tayanayotganingizni ko'rsatish kerak. Agar masala murakkab bo'lsa, yurist yoki pensiya masalalarini yaxshi biladigan mutaxassis bilan maslahatlashish foydali bo'ladi. 7-qadam. Oilangizdagi keksalarning hujjatlarini tekshirib bering. Ko'p ota-onalarimiz men bularni tushunmayman deb yuradi. Ular kartaga tushgan pulni oladi, lekin hisob kitobni tekshirmaydi. Siz farzand sifatida ularga yordam bering. Mehnat daftarchasini ko'ring, pensiya miqdori nega shunday ekanini so'rang. Agar shubha bo'lsa, birga idoraga boring. Ba'zan keksa odam bir o'zi borsa, savolini aniq tushuntira olmaydi. Yordamchi bo'lsa, masala tezroq hal bo'ladi. 8-qadam. O'zgarishlarni yashirmang. Agar pensiya olish huquqingizga ta'sir qiladigan holat bo'lsa, vaqtida xabar bering. Bu keyinchalik ortiqcha to'lov, qarzdorlik, to'lovning to'xtashi kabi muammolardan saqlaydi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman, odam keyin aytaman deb yuradi, keyin bir necha oylik summa qaytarilishi kerak bo'ladi. Bunday stress hech kimga kerak emas. 9-qadam. Internetdagi xabarlarga ehtiyot bo'ling. Har avgustda hammaning pensiyasi 2 barobar oshadi. Falon sanadan yangi pul tarqatiladi. Ariza bermaganlar ololmaydi kabi vahimali yoki shov-shuvli gaplar tarqaladi. Har bir xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya jamg'armasi davlat xizmatlari qonunchilik hujjatlari va rasmiy e'lonlarga tayaning. Telegramdagi noma'lum kanal yozagan gap bilan hujjat topshirmang. Ayniqsa pul so'rasa ehtiyot bo'ling. Pensiya masalasida firibgarlar ham ko'payadi. Hujjatingizni tezlashtirib beraman, ustama undirib beraman deb pul oladiganlar bor. Rasmiy to'lovdan tashqari hech kimga pul bermang. Demak, avgust oyining asosiy pensiya intrigasi shundan iborat. Pensiya oshadimi yoki yo'qmi degan savoldan ham muhimroq narsa bor. Sizning hujjatlaringiz to'liqmi? Ish stajingiz to'g'ri kiritilganmi? Ish haqi ma'lumotlaringiz hisobda ko'rinadimi? Imtiyozlaringiz tasdiqlanganmi? To'lovingiz qonuniy asosda hisoblanganmi? Mana shu savollarga javob topgan odam o'z haqini himoya qila oladi. Men sizga tavsiya qilaman, kutib o'tirmang. Bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Pensiya hisob kitobingizni so'rang, arxiv masalalarni oldindan boshlang, ota-onangizga yordam bering. Pensiya bu shunchaki oylik to'lov emas. Bu odamning yillar davomida qilgan mehnati evaziga oladigan haqqi. Uni to'g'ri rasmiylashtirish va to'g'ri olish har birimiz uchun muhim. Agar sizda pensiya bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi holat sizni ko'proq xavotirga solyapti? Stajmi, hujjatmi, qayta hisoblashmi yoki to'lov kechikishimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni pensiya yoshidagi yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat kimningdir o'yma-o'y oladigan pulni saqlab qolishi mumkin.